Pizdes, ko'zim telib ketdi, toza havoga chiqib kelish kerak. Voy, to'xta, bilan. Salom Kazuma, pizdesing chiqdi Kazuma. Bilsam bo'ladimi? Aniq strikmi? Strik. Xudoga shukr. Uni yetib ham u tirik bo'lgan bo'lardi. Sen traktor olib ketadi deb o'lib qolding. Yuraging to'xtab o'lib qolding, naxo'y. Sen suka nima? Sendan qo'rqqaningdan sip qo'yding. Bo'ldi bas. Ha, bilaman, men ismim Akuma, men Mabutman. Diskotekadaman. Juda ham kulgili. Qisqasi hamma da'volar meni oldimga tushadi. Senda ikkita variant bor. Hayotni boshidan boshlash yoki osmonda aylanib kelish. Qisqasi hozir men senga gapirayotganimda kamera meni orqamda suratga olayotgan bo'ladi. Qisqa qilib aytganda har doim seni osmonda orqangni bitirishadi. Shuni xohlaysanmi? Unchalik emas. 3-variantim bor. Bu senga ajoyib dunyoni ko'zlashim kerak. Endi bu to'liq anime emas, chunki nahvoy keragi bor. Qarchi bitta raziyat kelishing kerak. Nega nahvoy? Yana sen o'zing bilib bitta narsani olib ketishing mumkin. Men seni tanlayman. Nima bilaydi? Akuba, men seni olib ketaman. Nihoya себе o'yinga tushib qoldikmi? Endi men nima qilaman? Klanga qo'shilamiz. Nega? No qayerdadir turmushimiz kerak-ku. Salom, klanga qo'shilmoqchimiz. Yaxshi, sizdan 2808 so'm. Pulni qayerdan topamiz? Hal qilamiz. Salom, men Akva ibodatxonasi ma'budiman. Nihoya u qanaqa ibodatxona bo'ldi? O'qiyman ol. Mana, qo'lingizni qo'ying. Qani ko'ramiz. Sen musursan. Aykudan tashqari hamma narsa normalniy. Toshkentda aytsak sen dalboyibsan. Yaxshi, men davolovchi bo'laman. Nimaga xursand bo'layotganingizni bilmaymiz, lekin endi ko'k sochli dalboyib davolovchi. Bizning sarguzashtlarimiz boshlanyapti. Ichamiz, ishlaymiz, ichamiz, ishlaymiz, ichamiz. Yo'q, o'ynayni. Nima kichkinasiga chiqqan kelib qoldimi, olib borib kelaymi? Danaxu. Men qasr yibani yetarishim kerak edi, sendami? Mayli, ertaga yetaramiz. Xo'y, bu yer iblis hukmdori allaqachon bu so'zlash kerak emasmidi? Bu shaharcha juda uzoqda kela olmaydi. Mayli, ketdik maxluqlar zo'rlash. Yana qanaqa maxluq? Ulardan nomi? Baqa yo'qdi. Bilayat, namuncha bo'la katta. Seni basharang bo'qib yotibdi. Pashon naxo'y. Mayli, senga yordam beraman. Qirolchini chaqirsam, kuniga 3 mahal xizmatini qilasan. Ovqatingni berasan va yana ketyapman, suka. Rahmat Kazuma, rahmat. Sen suka. Endi qayoqqa ketyapsan? Mabut ham o'xshaydigan, atrofda hamma narsa yo'q qiladigan, Kazumani qo'tilib chiqaradigan zarba. Bilay, ursangchi endi. Kechirasiz, adashib ketdim. Ketyapman. Komandaga yangi odam olsam bo'ladimi? Qiynotdan shodam, sen meni butun bir kuchingni o'zingni komandangga qisqaroq qil. Men ismim Migumi. Qizil mazokalardanman. Qizil mazoka kemada o'zi. Nihoya. Hammayli ko'zingdagi bog'ich nima uchun? Bu bog'ich bo'lmaganda hamma tirik mavjudotlar yonib ketgan bo'lardi. Ha, ishondim. Yo, shunchaki taqib yuribman. Qo'yvor. Mayli. Nimaga isming g'alati? Hamma qizil mazokalar ismi g'alati. Ota-onaning ismi nima? Onam Xuy, otam Xuyzabura. Ovqat bering iltimos. Ma'ul, pizdes boshladik. Qorong'ulik yer ostida paydo bo'l. Qanaqa so'zlar bu? Va yana adolat haqida gap aytyapti. Uzoq vaqt olgani uchun kechirasan. Eksparasho. Давай, pizdes naxur. Suka. Yebay. Xo'p, mayli, Megumi, meni ma'nam tugadi. Daji qimirlamayapman va meni hozir qurbaqa yeb qo'yadi. Qo'yvor. Qara, boshqa shahrinni ishat, xo'pmi? Men faqatgina shuni qila olaman-da. Bilya. Mayli, keldik, yetib olsang o'sha yerda chopamiz. Yo'q, faqat chopmaylar, oziq-ovqat uchun ishlashga ham roziman. Ustimdan to'shna qo'y. Xo'y, ular sudagi suyuqlikdimi? Ishini qilib olib tashlab ketmoqchiman. Xo'y, sen noto'g'ri tushunding. Zo'rlashyapti, qutqaringlar. Mayli, jamoada qolding. Zaybal qilding, O'zbekistonga borgim kelyapti. Jamoaga taklifingni olinglar ko'rgandim. Ha? Men ismim Darkness. Meni komandaga oling iltimos. Nihoya себе. O ajoyib dunyo. To'g'risini aytishingizga suyuq nima edi bu? O'ylaganimdan vaziyat yomonga o'xshaydi. Cho'tta nimadir neto. Qara, meni komandada bitta naraziyligim bor. Ikkinchisi teg'ir dalboy, balki meni xo'rakib ishlatinglar, hamma og'riq o'zim olaman. Ko'chani chiqarib qo'yishim mumkin. Ajoyib-ku. Pizdes. Qara, nimani o'rgandim? Ana dalboyib qara, g'irt yibalin shaqli. Demak, menga kimdir любой qobilat o'rgatarar, to'g'rimi? Xohlaysanmi, zo'r sekar o'rgatib qo'yaman. Yo'q, kerak emas. Xo'y, meni komandaga olay. Yo'q. Qanday achinarli rad etilash? Bilya, bu unga yo'qyaptimi? Salom, bilasanmi men kimman? Yo'q, men o'g'rim. O'rganasanmi? Mayli. O'g'irlash. Xo'y, Darkness, bizani davoni itargani ketyapgandik. Agar seni sho'rishadigan bo'lsa, 8 oyoq 9 oyoq seni zo'rlaydi. Zo'rku? Bilya. Megumi, biz raqibimiz bu yerdagi Bandavon. Men ismim Megumi, men qizil mazoka. O'zingni bos. Xalaq qilgan bo'lsam uzr kuya, lekin shaharga hujum bo'lyapti. Karamlarmi? Bu karam.
Ularni ushlab turaman. Блин, нихуя. Qorong'ulik alovi. Suka yana nimalarga esimdan chiqib ketdi. Mayli maqsadga o'tamiz. Expression. Yebat. U nima qilyapti o'zi? Karam evaziga qancha berishdi o'zi? 10 millionga yaqin. Kazim ozgina qarz berib tur. Yo'q, otxonada yashashdan zaybal bo'ldi. Mayli adashmasam. Pullar juda ham ko'p marta tap degan ovozlar eshitganman. Mayli beraman bo'ldi. Qalayman, sen bo'qsan. Qara bu qasr senga yoqadimi? Unchalik emas. Menga ham. Qorong'ulik olov, zaybal qilding bo'ldi. Bolalar to'g'rimi hamar zaybal qilib, lekin yana bir yig'larmiz. Kim meni qasrimni buzishga kelyapti? U har kuni qasrimni ko'tini chiqarib ketyapti. Xo'in nega hamma menga qarayapti? Demak bu senmisan? Men bu shahardan tinch qo'yganim uchun meni qasrimga har kuni dish qilish kerak emas, pizzuk miyenga. Men ismim Megumi, men buyuk. Yana qanaqa Megumi? Короче, pashul naq o'zi yetishmay turuvding. No, okey, u sen o'rningga oladi. Shunda aytmoqchisanki, men ham sen istagan narsani bajarishim kerakmi? U meni qasrga olib borib bitta xonaga qamab qo'yish nima qilishini tasavvur qilyapman. Men ketdim naxuy. Sehrni buzish. Bo'ldimi? Bu yerda qiyin misralar qoldi xolos. Men qiyinlarga qarshi emasman. Suvni tozalash bizga kerakli emas, meni qanaqadir himoya kerak krokodil yeb qo'ymasligi uchun. Menimcha men bilaman. Ajoyib reja Kazuma, просто пиздец. U yoqda o'zi o'tirmoqchimi? Kazuma meni oldiga nimadir kelyapti. Tozalash. Akva, senda hammasi yaxshimi? Ashoy. O'ta toza suv. Mayli, endi uyga ketamiz. Meni ko'tarib ol. Ha, mayli. Ma'buda, siz bu yerda nima qilyapsiz? Bile axir men ma'bud dedim-ku. Yeba skleroz. Nima kerak? Axir bu menman-ku. Kimsan? Animeda hamma qo'yib qo'ygan personaj. Tushunarli. Qayerda yashayapsiz? Akvaxona. Otxonada. Uni sen otxonada yashashga majbur qilyapsanmi? Maylim ko'tinyapsan. Birga birgovmi? Oka o'g'irlash. O'ylaymanki endi bu dalvoy bizga boshqa ko'rinmaydi. Akvaxonim oldisiga bir ish bilan kelgandim. Suka, davay qahvasini pulini to'la. Ichamiz. Balki men qilichimni qaytararsiz. Mana u. Yebay. O'zi nimaga Akvani ma'bud deb chaqiryapti? Men ma'budaman. Menga esa qo'rq. Yana murmat zaybal qilganim uchun kechirasiz. Kelishinglar kerak. Ko'tlar. Naxuy qasrimni buzishga kelmayapsizlar, a? Qasrimiz buzish o'zini to'xtat degandingmi? Bu qizil ko'ylagidagi pizduk hali ham qasrimni ko'tini chiqaryapti. Senimi? Bo'ldi. Men shunchaki katta o'zini otilishlarga oid narsalar sinab ko'rayotgandim. O'zimni tiyolmagandim. Odam uyaltirma, keyin ikki ma'noli qilib gapirma. Sariq kiyimli qiz, la'nat to'lkisi ham aqliga kirmadimi? Ko'tlar. Salom. Nima? Sen o'ylaysanki qandaydir oddiy odamning sehri. Iding naxuy. Meni ko'zlarim. Mayli, men o'zimni arimamni yarataman. Pashul naxuy. Nega ular faqat meni orqamdan yuguryapti? Kazumusik. Qo'y, meni orqamdan yugurma. Megumi ko'tini chiqar. Sen yibannimi? Meni ismim Megumi, qora sehr bir bola bilib nimadir deyishim kerak. Qarorchi esimga chiqib ketdi. Expression. Mana bu katta qo'llar men bilan nima qilishni tasavvur qilsam, yana jamoat joyida. Og'zingni yop, jalab. Suv sehri. Qo'y, suving chetroqda o'yna. Suv sehri. Voy, bo'ldi, zaybal bo'ldi. Kazima davolashib ketyapsanmi? Uni qandaydir suv sehri bilan itara olasanmi? Mammosiz. Nexuya shuncha suv. Nima davomizda shu meni to'xtatadimi? O'g'irlash. Hoy bolalar, davay futbol. Futbolchik. Idi naxuy. 300 million ishlab oldingiz. 300 million? Siz buzgan devorlar esa 340 million bo'ladi. Men qayerdaman? Tushundim. Yanami? O'lganman. Xo'sh, bizga pul kerak. Sumurslarni zo'rlaymizmi? Yo'q, bunaqasi emas. Megumi bitta yaxshilik qilib uni portlatib yubor. Qorong'ulik. Tezroq suka. Bu missiya tekin pul ekan-u, lekin nega uni hech kim olmagan? Chunki qorbobo bizni itarib ketadi, shuning uchun. Nima? Bu qanaqa qorbobo bo'ldi o'zi? Meni qorbobo zo'rlab ketdi. Salom Kazuma. O'ylaymanki nima demoqchiligimni bilasan. Sen o'lding. Yebay. Men seni hayotga qaytara olaman. Nima real? Tura qol pizdu. Nima? Tiriltirgan suvni senga bosib yubordim. Men seni tiriltira olmas ekanman. Akva, bu yerda sen hayotga qayta olmaysan deyishyapti. Nima? Isming nima naxuy? Suka bich ismingni ayt. Oy, qarachun ismaylis. Bu shu ko'kraklari kichkinaligi uchun o'zini. Mayli tiriltiraman. Ko'tini chiqaraman. Tur naxuy o'rningdan. Qilich bilan zo'rlash jonga tegdi. Menga sehrli nimadir beringlar. Sen suka, men otxonada ko'tarib chiqolmayman. Sen bu yerda biznes qilyapsanmi?
Salom, vis menga sehr. Aha, boya eshitdim, hozir ko'rsataman. Bu yerdan ruhlarni qo'yib yuborsak, otxonani ursak ham bo'laveradi. Okey. Akalini, bakalini, shakalini, ruhlarni qo'ygayni, yebaloli, guleli. Mayli, u nima qilyapti ekan? Ruhlarni qo'ya. Davay, bu safar shart emas, meni tomog'im og'riyapti. Men ketdim, siyib kelay tualetga. Amigo, meni tezroq bo'lolasanmi? Meni shoshirma. Bo'ldi, boshqa chidolmayman, ochanlan qo'y. Botni tezroq bosib bo'lish kerak. Mayli, 3gacha sanab eshikni ochamiz, tushunarlimi? 3. Mana shunaqa qilib qasrni qo'lga kiritdik. Jo'ta, seni ko'rsatkichlaring hali ham o'zgarmabdi. Meni ko'rsatkichlarim boshida maksimumda turgandi, men ma'budman-ku. Odam yiban bo'lsa qiyin ekan jala. Xo'y, nega menga xuddi buqa qaragandek qarayapsan? Kazuma, xo'y sen o'sha haqida bilasanmi? O'sha haqida bilasanmi? Bolalar, to'g'ri, juda ham ko'p chaqirmayman. Nimadir so'ksanglar mayli, lekin yana bir yig'ilsak bo'ladimi? Sen shu yerda turaverasanmi? Meni haqiqiy ismim Lalatina. Mayli, lekin nahku sen menga buni aytyapsan? Meni Lalatina deb zaybal qilmasliging uchun. Lalatina. O'tir, suka. Bolalar, biz buni eplolmaymiz. Hammasi o'xshamasa yana yerga qaytamiz. Kulgili emas. Kazuma, sizlarda nima gap? Bizda prям shu o'xshamayapti. Yibanskiy sehrini buzash. Menga po'xu. Suka, ishla. Yetarmi? Hozir yetaraman. Qo'y, suka, otsang-chi. Hozir uni ko'tini chiqaraman. O, qorong'ulik. O, ko'tlar suka. O, pizdes. Ekspression. Ketdik, naxuy ichamiz. O'zini o'zi yo'q qilish sistemasi esga tushdi. Super muhim topshiriq. Bu pidrasni bu yerlar yo'q qo'yishga yo'l qo'ymaslik. Ketamiz. Darkness, biz ketyapmiz. Yo'q. Nima? Qaytamiz. Detonatorni topish kerak. Hozir kitobni ochaman va boshidan oxiriga o'qish boshlayman. Короче, men bu yibanskiy narsani qilish boshlaganimda men ko'pchiligimni tushunib yetdim. Pizdes. Bu detonatorni qayoqqa yo'qotamiz? Uni teleport qilish mumkin, lekin menga mana yetishmayapti. Kazuma, maylimi sendan ozgina sug'urib olsam? Hech qanday qarshiligim yo'q. Agar o'zim yashaydigan joyga teleport qilib qo'ysamchi? Po'xuy. Mayli. Naxuy endi qizyapti. Nihuya. Yana bir marta ko'tini chiqarish. Bilyap, ko'tingni qisib tur. Ekspression. Zato Kazuma, siz qurolni o'yini detonator bilan ko'tini chiqardingiz. Shuning uchun chiqish haqini 5 milliardni to'la naxuy. Anime Anos dubbing uchun maxsus ovozlashtirildi. Ovoz berdi Anos dubbing jamoasi dishni orzuqlardan bilaydi. Afsuski jamoamiz yo'qda. Hozircha animeshnik taminda ham, animeshnik tarjima ham, animeshnik kanalga obuna bo'lib qo'ying.